Hammaga salom, mening ismim Bayraz. Men Rossiyadanman, lekin 2 yildan beri O'zbekistonda yashayman va o'zbek tilini o'rganyapman. Kecha hayotimda birinchi marta stadionga tushib jonli futbol ko'rdim. Bu shunaqangi o'yin emas, O'zbekiston va Venesuela milliy terma jamoalari o'rtasidagi bahs edi. O'yin juda chiroyli o'tdi. Xavfli vaziyatlar ketma-ket sodir bo'ldi. Bir vaziyatda Venesuela darvozaboni boshidan qattiq zarba oldi. Bu juda dahshatli ko'rindi. Shuningdek, ko'pchilik o'zbekistonlik yulduz Manchester City o'yinchi Husanovni ko'rishga kelgandi. Yaqinda hamma narsa penaltilar seriyasida hal bo'ldi va O'zbekiston g'alaba qozondi. O'zbekiston terma jamoasi bu yil ilk bor jahon chempionatida ishtirok etadi. Sportchilarimizga jahon chempionatida omad tilayman. O'zbekistonga muxlislik qilamiz. Men esa like, obuna va izohlar bilan qo'llab-quvvatlang. Bu menga o'zbek til va madaniyatini o'rganishda davom etishga motivatsiya beradi. Rahmat.